Assalomu alaykum. Siz bitta mikrofonni berib qo'yganman, o'zingizcha gapiryapsiz. Charchamayapsiz? Bo'laveradi aka. Muncha. Nimalardan tashkil topgan mana hozir? Nima qo'shyapti hozir bunga? Bitta fibra qo'shilyapti hozir. Fibra mahsuloti, ya'ni loy suvoq, somon suvog'i, somonga o'xshagan narsada yo'llanmaslik ta'minlab beradi, to'g'rimi? Zamonaviy mahsuloti. Bu armaturada, bu armatura hisobini oladi-da bu. Mana yorilish nimalar bo'ladi-ku. Shularda hammasini mana armaturada. Mana shu armatura narsalar. Armaturani haligi sariq varianti bor edi. Nima deylardi o'shani? Armatura yangicha variant chiqdi-yu. Yonmaydigan. Erimaydi degan ham. Plastmasida, shisha toladan qilingan. Xudo shuni mana shunaqa. Aralashda ham juda qiyin bo'ladi. Xuddi shunaqa. O'sha mahsulotdan avlodida endi. O'shanga o'xshash narsa. Bu endi yollanmasligini ta'minlab beradi. Ta'minlaydi. Keyin esol qo'shiladi. Mana shu mahsulot qo'shilyapti-yu. Bitta narsasini aytay. Misol, sichqon, kalamish ham tinalmay ekan. Sababi haligi tikonga o'xshagan narsasi bor ekanda. Qaytaradida ular. O'sha bitta o'sha tegar ekanda, qo'y bu shikast yetar ekan deganda umuman tegmas ekan. Yana qanday mahsulot? Основной sement. Mana sementimiz. Qumimiz bor. Suv, pukaga esol qo'shiladi. Keyin o'zini nima parashogi bor, o'tib qo'shiladi. U esoldan tushunarli. Ayso paton. Keyin qarang aka. Ayso. Shu 5-6 narsani aralashmasdan tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, mana shu polista bloklarimiz. Agar bu 100% qum bilan sementdan tashkil topsa, kilogrammi ham bir 3 barobar bo'lib ketadi. Misol 30-40 kilo bo'lib ketadi, to'g'risida. Sement to'g'ri. Agar mana hozir ichiga mana shu mahsulot. Nomi nima endi bu? Aka, mana uni. Buni penoplastni maydalaganmiz, penoplast. To'kagam deymiz mana, penoplastni maydalangani. Mana shu mahsulot qo'shilganligi uchun g'ishimizni og'irligi yengil bo'lyapti. Kilogrammi yengil va eng asosiysi bu issiq sovuqda ushlaydi. Zo'r ushlayveradi issiq sovuqda. Shuning uchun uchiklashuvda. Uchiklana vazifasini bajaradi. Keyin sho'r, nam, zak vobshe o'tkazmaydi, o'ziga olmaydi. Suvda ham cho'kmaydi. Tashlab yuboraymi bitta? Bitta tashlaylik. Keling mana. Aka cho'kib ketishi ham mumkin, lekin chunki javob beraman. Hozir mana ariqqa tashlasak, u nariga tomonga oqib ketaveradi bu. Bu to'g'risi. Qani bitta tashlaylik aka. Qarang. Shu blok, ha? Mana suv. Ketdi mana. Ko'ryapsizmi? Bunday qilsam mana qaytaradi, ha? Cho'kish yo'q bunda. Yo'q. Mana suv. Keyin qarang, buni suvga chidamlini bildi, haqiqatan cho'kmas ekan. O'tga qanaqa? Olovga yonadimi? Chunki bu penoplast yonadi-yu. Hozir yoqib yuboraman-da hozir. Yoqib ko'rsataymi? Yo, endi haqiqatan yonadi. Yo'q, yonmaydi bu. Mana shu yomkisda mana shu issiq suv qilamiz, ha? Yonganda mana shu polistiron blokdan urilgan mana shu. Hozir o'choq vazifasini bajaryaptimi bu? Bu mana shu ichida haydaganmiz, o bir 70-80 gradus nima qilamiz? Tushunadi. O't qo'yamiz bunga, gazoblop isitamiz suvni. Erisa mana shu narsa erib ketardi, mana shu narsalar. Bo'ldi, tushunadi. Hamma tomoni bor-ku. Polistiron blok. Bo'ladi, gap bo'lishi. Bu yorilmaydi, yonmaydi. Deyarli tayyorda. Tayyor. Hozir mana shu bitta yumkisdagisi og'irligi qancha yengil ekanda, o'ta. Chunki bemalol aylanyapti. Bitta g'ishtimiz 17 kilo, 18 kilogramda. 17 kilo, 18 kilo. Gap bo'lishi. To'kadimi hozir? Hozir tayyormi? Bitta to'king endi, to'kkan jarayondan olaylik. Mana to'kish jarayonidan qaranglar. Juda ham a'lo darajada. Buni qaranglar. Haqiqatan yengilligi bilinib turibdi akalar. Ko'ringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Mana. Aka, mana polistron blogimiz shu. Razmer nechiga necha bitta tanishtiring endi. Razmerlar 60, 30, 20. 60 ga 30, 20. 60. Xudo xolasa pishag'iga qaraganda ham ancha mustahkamligi mustahkam. Ancha mustahkam bu. Otib olsa ham sinmaydi. Sinmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sinish xususiyati yo'q. Yorilish, tresheniya bor, hozir ko'proq gazobloklarda kelyapti-yu. Uning xususiyati yo'q. Uning xususiyati yo'q, to'g'ri. Bunaqa xususiyati yo'q. Gap yo'q. Endi aka, eng asosiysi. Narxi necha pul endi ana shuni o'zi? Tak, narxi hozir mana shu yerda 20 ming yuklab beryapmiz. Sizni obunachilaringiz chiqadi-yu aloqaga. Ularga endi skidka qilib beramiz. Albatta, shundan gaplashamiz. Bo'ladi. Biz faqat tadbirkorlarga emas, obunachilarimiz yo'liga yuramizda. To'g'risi. Keyin bitta aksiya qilaylikmi? Qani? O'zbekiston bo'ylab 22 mingdan dastavka qilib beraman. Xorazm desachi aka? O'zbekiston bo'ylab. La bizda mana, la. Bo'ldi, ketdi. Gap yo'q. Mana. Aka. Ammo mingtadan tepada. Bo'ladi. Bizga chunki bitta fura bo'lishi kerak. 3 xona uy uchun nechta ketadi o'rtacha? 3 xona endi shu 800 ta mingta atrofida yon yerda. Demak 3 xona uy uchun mana gap bo'lishi mumkin emas. Mingtadan tepasi ketdi mana. 22 ming so'm. Dastavka. Xorazmga. Masalan, Xorazmga olmoqchi bo'lsalaring,
3-4 million bo'lib ketadi. Akam beradi yo'l kirasini 3-4. Bo'ldi. Aka minusga kirib ketasan. Yo'q, bo'ldi. Men obunachilaringiz bo'ldi sizga. Zo'r. Maza qilardim men ham. O'zim olgandek xursand bo'ldim. Gap yo'q. Endi qarang usta aka. 22 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Endi mana shu atroflarga 20 ming so'mdan yuklab berish. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. A'lo daraja. Endi buni uradigan ustalaringiz ham bormi? Bor. Haligi bitta ishda oxirigacha qilgan yaxshi. Bor. Hozir ham jo'natyapmiz. Toshkentda o'zi bolalar urashyapti. Nech pul ustanovka qilyapti? Bularni biz jo'natgan ustalarimiz o'zi postoyanno bizda ishlaydi-yu ular. Ha, mutaxassisda boshqa usta. Ular sezon boshidan boshlaydi. Albatta, bitta usta, begona usta bir kunda misol ular postoyanno biz 100 ta ursa, sizning ustangiz 200 ta uradi. Shunaqa. Spes bo'lib ketgan. Ular 5 ming 6 mingdan uryapti hozirgi kunda. Ha, bittasi. Donasini. 5 ming 6 ming so'mdan. Ishiga qarab turib, endi ikkinchi etajlar bo'lsa ichiga qo'shilyapti. Qarang endi, misol 1000 tadan ko'p bo'lsa, deylik. 5 ming emas, o'shadan bir 4,5 ming qilgizib bering. Ulardan ustalaringizdan ikkita qilib bersin. Bo'lsa xalqimiz bir oxirigacha duo olasak, ha? Bo'ldi. Duo qilsa bo'ldi. 4,5 ming so'mdan zo'r. Chunki shilaka bo'lgan 3 ming bo'lyapti akalar, chimga yetmaylar-ku. 3 ming uryapti shilaka bo'ladi. Bo'ldi. Mana hozir bitta hisoblaylar mana. Kalkulyatorga tashlaylar akalar, qadrdonlar, opalar, kalkulyator bitta uringlar 22 ming so'mdan uylaringga boradi, 4,5 ming so'mdan urdirasizlar. Jami summa 26,500 so'mga bityapti. 26,500 so'mga. Endi 2 ming so'm yana qo'shishingiz mumkin kafenikliga. Ja bo'lsa 2 ming so'm. Kafenikliga yo'q. 100 tasiga 5 qop. Ha, 5 qopi qancha bo'ladi? 5 qopi 20 mingdan 100 ming pul bo'ladi. 100 ming. Ha, xullas qo'shmanglar ekan bo'lmasa. O'sh 26,500 so'm emas, 27 ming qilaylik. 27 ming so'mdan hammasi bityapti mana. Zo'r. 3 ta xona uyga qaranglar, mingta 27 million so'mga bityapti. Agar g'ish oladigan bo'lsalar, pishgan g'ish 50 million ketadi. Nima dedingiz aka? To'g'ri. Hozirgi kunda 1000 so'm pishgan g'ish, ha, dastavkasi bilan, misol deylik, 500 so'm urishadi, 1,5 ming so'm. Undan tashqari qum to'ktirish kerak, ohak, sement qo'shish kerak va eng asosiysi sekin ko'tariladi. Donalar ko'payib ketadi. Shkaturkasi bor uni. Shkaturka. Mana bu shkaturka kerak emas. Kafenikli tortiladi bu. Tortiladi aboy. Zo'r. A'lo darajada. Qadrdonlar, qalay bo'lyapti mana? Videolarimiz yoqyaptimi? Bitta kuyish jarayonini ham olaylik. Juda maroqli suhbat bo'ldi aka. Maza qilardim. Men o'zim olgandek xursand bo'ldim. Hozir qanday tashlanadi? Tashlab bering endi uka. Mana hozir qoliplarimiz mana shu ekan. Bir qator bularga nima tortiladi? Ana nima deymiz? Atrabon. Ya'ni mashinanidan ishlab chiqqan yog', moy deymiz. O'shanaqa surkab olamiz. Sababi yopishib qolmasligi uchun, ha, temirga yopishib qolmasligi uchun. Mana fibralari ko'rinib turibdi mana shu yerda. Videoda ko'rinadimi, yo'qmi bilmadim, mana buni qarang. Fibralar ko'rinib turar ekan haqiqatan mana. Hammasida bor ichida. Haqiqatan fibralar ko'rinib turibdi. Bu o'sha yolinmasligini ta'minlab beradi. Umuman yolinmaydi. Yorilmish yo'q. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yoqda yana qolipimiz tayyor. Aka bir kunda nechta? Bizda kunlik ob'yom hozir 500 ta chiqyapti bir kunda. 500 ta. 500 ta. Agar zakaz ko'payib ketsa 1000 taga bolam, boradi. 1000 taga yetib boraveradi. Qoliplar bor, shunga qo'shamiz, tamom. Qilaveradi. Endi bundan tashqari bitta mana shu palestra bilan to'xtab qolmagan ekan. Akam o'zi ko'p yillik tajribasi bor. Birinchi penablokdan boshlagan, gazablok, palestra blok. Hozirgi kunda misol penablok desangiz ham boshqa joyda 10 ming, 9,5 ming sotgan joyda akamizda 8 ming, 8,5 ming. Hozir ham 8,5 ming. Ha? Maza qildim. 8,5 ming. Endi ko'p akalarimiz bor. Hayoliga bitta narsa keldi. Sifatsizmi deyish mumkin-da. Lekin to'g'risi narxi arzon narsani xalqimiz sifatsiz deydi. Bizda kunlik ob'yom chiqarish ko'p-da, o'shani hisobiga. Obyekti mana shu ob'yom bitta emas. Nariroqda ham bor, sexlari bor boshqa joyda ham. Shuning uchun ob'yomda ko'p. Akalar, aloqaga chiqinglar, shu akamiz nomerini qoldiring. Xohlasalar pina blok, xohlasalar gaza blok, xohlasalar palestra blok. Pinaga blogimiz 8500 so'm, gaza blogimiz 16 ming qilyapmiz bizda. 17 ming emas. 16 ming sotilyapti. Gaza blok 16 ming so'm va palestra blogimiz 20 ming so'm mana shu joyda yuklab berish. Yuklab berish. Vohaga dastavkasi bilan 22 ming. Toshkent, Andijon, Namangan hammasiga 22 ming dastavka. Gap yo'q. A'lo darajada. Akamiz Vodiy, Toshkent, Voha bo'ldi dastavka. Bizning bugungi manzilimiz qayerda endi bitta esladik. Rishton, Qalaynov metan ro'parasidagi sexda. Farg'ona viloyati Rishton tumani, Qalaynov metan zapravkani to'g'risida mana. Katta asfaltda bo'yi. Palestra bo'lib ishlab chiqarish seximiz. Mabodo sifatini tekshiramasizlar, kelinglar, ko'ringlar, bir bilasizlar o'zlaring. Xaridorlari haqiqatan ham ko'p. Shuning uchun bemalol tavsiya qilamiz, taklif bildiraveramiz. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Eng asosiy bu video foydali, manfaatli bo'lsa, boshqa do'stlaringga ulashib qo'yinglar. Imorat qilyapti turgan do'stlaringga. Haqiqatan ham pishgan qarangda arzon mahsulot bo'ladi va sifatli tezroq bo'ladi. Shuning uchun misol 3 xona uyda pishgan qishdan ko'taraman desalaring, mana palestra bo'lgan 3 xona uyda kelib tomini ham yopib olasizlar. Otib qolgan puliga.
Anada endi loyni ham qilib beryapmiz ham lombozga. lombozga Ha, loyini lombozga qo'yib. lombozga. Bo'shtaman. Aloqaga chiqaringlar. Akamiz mana band bo'lib qoldi. Rahmat.